Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi intervyuimiz ancha noodatiy bo'lib o'tadi. 7 yillik tajribaga ega bo'lgan Ahmed Karimov, trader Ahmed Karimov bilan bo'ladi. Bugun intervyuimizda obunachilardan juda ham ko'plab qiziq savollar kelgan va o'sha savollaringizga men javob olib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum Ahmed aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. O'zi ham zo'r joylarga taklif qilibsizlar. Yoqdimi priroda? Chotki zo'r. Sizga obunachilar tomonidan juda ham ko'p savollar kelgan. O'shalarni hozir bitta-bitta men beraman. O'sha savollarga javob bersangiz xursand bo'lardim. Bo'ldi, xudo xolasa suhbat quramiz, barcha savollaringizga javob beramiz. O'zingizni tanishtiring. Necha yoshdasiz? Qayerda tug'ilgansiz va necha yildan beri trading bilan shug'ullanib kelmoqdasiz? Xo'p, men o'zi yoshman. 25 yoshman. Bu sohaga 2018-yil trading sohasiga kirib kelganman. O'zim asli Buxorolikman. Hozir Toshkentda yashayman. Shu soha bilan shug'ullanaman. Boshqa bizneslar bilan shug'ullanib kelamiz. Yana 7 yil bo'ldi trading sohasiga kirganimga. Shundan beri shug'ullanib kelamiz. Hozir 24 yoshda bo'lsangiz, shunda 25 yosh. 25 yosh bo'lsangiz, 7 yil bo'lsa 18 yoshingizda kirgan ekansiz bu sohaga. Birinchi qadamni 18 yoshda qo'ygan. Birinchi qadam именно bu sohaga qiziqishingizga nima sabab bo'lgan? Hop, men o'zi yoshlikdan biznes bilan shug'ullanib kelganman. Shu maktab vaqtidan beri ham даже telefon sotishi bilan shug'ullanganmiz. Maktab vaqtingizda? Maktab vaqtining o'zida. Ya'ni o'sha yoshlikdan shunaqa narsa bo'lganki, ya'ni bir kishini qo'lida ishlash bu to'g'ri yo'l emas. Ya'ni bir kishini boy qilish. Ya'ni inson o'zini boy qilish uchun ishlashi kerak. Ya'ni bir kishini qo'lida emas, faqat o'zi uchun ishlashi kerak. Shu bilan biznesga o'tib ketganmiz. Telefon biznesimiz bo'lgan. Bu sohaga kirishimga sababim aynan mana shu telefon biznesi ingliz tili bo'lgan. Men o'zim Greenwichda, Londonda o'qiganman. O'qish uchun ham ingliz tilini o'rganardim. Ingliz tilini o'rgangan paytimda bizning biznesimiz shunaqa edi. $10,000 bilan оборот qilsangiz ham, $100,000 bilan оборот qilsangiz ham bo'ldi. Masalan, sizni imенно klient 30 ta yoki 40 ta bo'ladigan bo'lsa, har 30-40 ta telefon sotasiz. $1 million qilsangiz, prям 100 ta 200 ta klient bo'lmaydi. Shuning uchun ham men qidirdim, nima bor zamonaviy kasblar, bizneslar, ya'ni men zamonaviy kasblarni qidirdim, o'rtasida biznesini ham qidirdim. Chunki men o'zim biznesmenman, ham zamonaviy bo'lsin, ham kompyuterni tushunaman, programmistlikni ham bilardim. Qidirdim, trading topdim. Unda ham o'sha kompyuter kerak. Aksiyalar bilan oldi-sotdi qilsa bo'ladi. O'zi 2018-yil birinchi o'sha aksiyalarga kirib kelganman, keyin 1 yildan keyin Forexga o'tgan. Aksiyalar bilan, ya'ni fondli bozorda savdo qilishni boshlaganmiz 2018-yilda. O'ta daromad ko'p bo'lmasdi. Chunki uzoq muddatli investitsiya qilasiz, ya'ni aksiyani o'sishiga qarab foyda qilasiz. Forexda kunlik, oylik daromad qilsa ham bo'ladi. Ya'ni mana shu ham ingliz tilini bilganligim sababli, ham mana shu trading sohasi menga to'g'ri kelganligi sababli, ham biznes bo'lganligi sababli shu sohaga 2018-yil kirib kelganmiz. Tushunarli. Demak, 18 yoshli bolani shunaqa biznesi bo'lgan-a? 18 yosh emas, o'zi 15 yosh edim, shunaqa edi. 18 yosh o'sha tradega kirib kelayotgan paytingizda sostoyaniyangiz qancha bo'lgan? Birinchi boshlaganim, o'zi birinchi depozitim $1000 bo'lgan mana. $1000 bilan da boshlab ko'rganman. U payti $1000 katta pul edi-ku. 2018-yilda telefon oldi-sotdisi orqali оборотimda $300,000 noldan boshlab yig'ganman. Hech kim menga pul bermagan. O'zingizni оборотingizdan olib turib boshlagansiz. O'z istoriyamni aytib beradigan bo'lsam, целый istoriya. Bitta iPhone 5 orqali, o'sha iPhone 5 ham o'zi menga sovg'a bo'lgan. Keyin uni siz sotgansiz. Sotib, biznes boshlab, o'sha noldan 3 yilning ichiga o'zimni shaxsiy оборотimni $300,000 ga ko'targan. Demak, sizni biznesga kirib kelishingizga sabab o'sha iPhone 5 bo'lgan ekan-da. Bitta iPhone 5, даже o'sha iPhone 5 ham o'zi yaxshi ishlamaydigan edi. Ishlab uni tuzatgandan keyin ham uni ishlatishga iloji bo'lmadi. Uni sotib, bitta boshqa telefon olgandim. U telefon ham yoqmadi. Keyin uni ham sotib, obmen qilib, ustiga barter qilib, doplata qilib, shu bilan telefon yo'nalishiga kirib ketganmiz. Noldan 300,000 yig'ganmiz. 2018-yil aynan shu tradingni boshlagan vaqtimda birinchi $1000 depozit bilan kirib kelganman bu sohaga. Siz yana keyingi savolga o'tamiz. Sizni o'zi oilangiz qanaqa? To'q oiladanmisiz yo o'rtahol oiladanmisiz? Yo'q, o'rtahol oilada bo'lganmiz. Bizani ota-ona tarafdan qanaqadir podдержкалар bo'lganmi biznesingizga yoki faqat biz noldan ko'tarilganmiz, noldan har bitta ishni qilib ko'rganmiz. Qanaqadir boyvachchani yoki otasini qanaqadir o'g'li bo'lmaganmiz. O'zingiz noldan riskovat qilib qilgansiz. Riskovat qilib ko'targanmiz. Podдержкамizda nima bo'lgan? Faqat onamizning duosi bo'lgan. Keyin boshlaganingizda qancha muddatda birinchi daromadga chiqqansiz? Trade boshlaganingizdan beri.
Qancha vaqt ketgan, qancha slivlar bo'lgan birinchisida. O'sha birinchi kirgizgan $1000 bor. O'sha $1000 ham sliv bo'lgan. Necha kunda? No, necha kunda emas, где-то bir hafta, 10 kunlar ichida. Sliv bo'lgan keyin stress bo'lmaganmi? Emotsiya bilan baribir bog'liq bo'ladi-ku. Yo'q, o'sha paytda nima tushunib yetganman, emotsiya bo'lmagan. Emotsiya bo'lgan qachon katta summalarni yo'qotgan paytimda, birinchisini yo'qotganimda emotsiya bo'lmagan, chunki $1000 qanaqadir men uchun katta pul emas edi. Chunki men o'sha pulni ko'rib, qanaqadir bir kishini pulini yo'qotib qo'ysam, o'sha stress bo'lardi, lekin men o'zim o'sha paytda o'sha pulni ko'rib, oyiga minimum 2000-3000 daromad qilib yurgan paytlarim bo'lgan demak. Shunaqa. Lekin keyinchalik katta summalarni yo'qotgandan keyin stresslar bo'lgan. Men 2018-yil bu fond bozoriga kirib kelgan bo'lsam, 2019 Forexga o'tganman. O'sha Forexni o'zida ham kamida 1 yil minusda yurganman. Ya'ni 2020-yilgacha deylik 2018 kirdim va umumiy hisobda 2020-yilgacha 1,5-2 yil mobaynida sliv qilib yurganman. 2 yil demak sliv qilib yurgansiz. O'sha 2 yil davomida qancha pulni boshini yegansiz? So'ramang uni. Juda katta summalar bo'lgan. Endi nimadan bo'lgan? Birinchi navbatda bilimsizlikdan, tajriba bo'lmagan. Boshlanishida shunaqa bo'lgan. Ya'ni bilimsiz internetdagi bor. Ya'ni men ustozim bo'lmagan o'zi. Internetdan o'rganganman. Ingliz tilini bilasiz-ku, ingliz tilida hamma narsani kaliti. YouTube'dan yoki ingliz tili treyderlar bo'lgan, o'shalarni ko'rib, darsliklarni ko'rib o'rganganman. Shu xatoyim bo'lgan. Aslida o'zim, ya'ni til bilmasligingiz self study qilganim xato bo'lgan. Chunki har bitta sohani o'rganyapsizmi, uni ustasidan, ya'ni ustoz topib o'rganish kerak bo'ladi. Chunki nima kamchiliklar bor, qaysi holatda psixologiya buziladi, qachon sliv bo'lasan, o'sha narsalarni uni boshidan o'tgan ustoz o'zini shogirdiga tushuntirib beradi. Sizda ustoz bo'lganmi? Yo'q, ustoz bo'lmagan. O'zingizga o'zingiz ustoz bo'lgansiz. Self study bo'lgan, o'zimiz o'rganganmiz har xil. Shu eng katta xatoyim bo'lgan. Nima uchun? Chunki 1,5 yil vaqt ketdimi, men o'sha 1,5 yil ketgan vaqtimni, pulimni o'sha pulni bir 100dan 1 qismini o'qishga ajratganimda, tushundingiz-a? Men o'sha o'rganib, mana shuncha vaqt ham ketmagan bo'lardi, shuncha pul ham yo'qotmagan bo'lardi. Shu narsani siz o'sha paytda anglamagansiz-da yoki o'zingiz xohlamagansiz. Endi bu yerda O'zbekistonda treyderlar o'sha paytlar rivojlanmagan, qanaqa paytda yo'q edi bunaqa tushunchalar. Chet elda o'rganganman. YouTube'dan, kitoblardan boshqa narsa qilib savdoga kirganmiz, ko'rib ko'raman. Eng to'g'ri yo'li ham mana shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi bu bir tarafdan olib qarasam, men shu xatoimni keyin tushundim, lekin bunday olib qarasa, mana shu tajriba shunaqa o'stirgan. Shunaqa. Teorema bilan emasdan, mana shu qilgan xatolari sizni eng zo'r pik darajaga olib keladi. Bu любойta biznesda, любойta sohaga. Xato qilgan odam yana ham o'sadi. Sizni fikringizcha, universitetda o'qishga qanaqa qaraysiz? O'qish kerakmi yoki-da o'qimasdan turib ham boy bo'lish iloji bormi? O'qimasdan turib ham boy bo'lishning iloji bor. O'qishni maslahat bergan bo'lardim, lekin chet elda. O'zimizda emas. O'zimizda maktablarda ham, kollejda ham, universitetda ham qanaqadir sizni mutaxassis qilib chiqarmaydi. Ya'ni faqatgina tizimga moslashtirib chiqarishadi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni oylikka ishlaysan, mana shunaqa vaqtli turasan, vaqtli uyg'onasan, mana shu kechgacha soat 9 dan 5 gacha ishlaysan degan sistemani bir xil rutinada yashash. Shunaqa. Chet elda men o'zim imенно Greenwich universitetida o'qiganman Londonda, u yerda imенно finans yo'nalishida, business management finans yo'nalishida, u yerda уже boshqacha atmosfera, ya'ni u yerda formani kiyib kel, soqolingni olib kel, unaqa narsa emas. Shu biznesmi faqat bilimga urg'u. Bilimga urg'u. Siz haqiqatan ham zo'r shifokor bo'lmoqchimisiz? Zo'r aytishnik bo'lmoqchimisiz? Siz zo'r masalan biznes menejment bo'lmoqchimisiz? Masalan, o'sha narsani borsangiz chet elda faqat shuni o'rgatishadi. O'sha bo'yicha siz любой sohani eng zo'ri bo'ling. Qaysidir kompaniyaga ishlaysizmi, shaxsiy kompaniyami, davlatning kompaniyasimi, siz o'zingizni bilasiz, nimaga egasiz, bilimingiz, tajribangizni bilasiz, bemalol minimum $5000-10 oylikgacha ishlasa bo'ladi. Любой kompaniya o'z taklif beradi, sohani eng zo'ri bo'lsangiz. U uchun endi tajriba kerak, bilim kerak. Endi u bilimni o'sha chet eldagilar beradi. Lekin unda ham o'sha kompaniyalardan ishlab yaxshi oylik olib, biznesga tikib, keyinchalik biznesga yurgan yaxshiroq degan umiddaman. Masalan, o'zi noldan qanaqadir biznes ochib, masalan, men qana aytdim, noldan 3.300.000 topdim, to'g'rimi? Lekin hammaga ham bunaqa narsa bo'lmaydi. Hamma ham noldan ko'tarilib ketmaydi. Disiplina bilan qilgan odamga menimcha bunaqa natijalar olsa kerak. Siz hozir aytyapsiz, Greenwichda chet elda o'qiganman deyapsiz. O'qishingiz xarajatlarini kim ko'targan? O'zim. O'zingiz ko'targansiz. O'sha paytda ham trade qilib, ham bilim ham olgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir yana boshqa savollarni berishgan. Keyingi savolga o'tamiz.
Xo'p, treyderlik bo'lmaganda nima ish qilgan bo'lardingiz? Baribir biznesmen bo'lgan bo'lardim. Qanaqa biznes misol Mana uchun? mani shiorim bor. Shior qanaqa? Endi men kitob ham o'qib turaman. O'sha yoshlikdan eng yaxshi kitoblarimdan biri men Stiv Jobsni hayotini o'qiganman. Stiv Jobs bilasan kim? iPhone'ni yaratgan odam. Apple'ni kompaniyasini asoschisi bo'ladi. Asoschisi. Uni bitta eng zo'r gapi bor. Buni shedevr gap deb bilaman. Ya'ni dunyo shunchalik sani hayoting shunchalik qisqaki, shunchalik qadrliki, bu qisqa va qadrli hayotingni bir kishini qo'lida ishlab o'tkazma. Ya'ni bir kishini boy qilish uchun o'tkazma. Manda shu yoshlikdan, ya'ni buni matrica deydi-da, matritsada yashab bir kishini boy qilish uchun yoki kimdir qo'lida ishlash bo'lmagan. O'sha yoshlikdan shu bizneslarga kirishib, bizneslarni qilib, telefon sotuv bilan shug'ullanganmiz. Agar trading sohasiga kirmagan bo'lsam ham, qanaqadir bizneslarga dalchi borishga ketgan bo'lardim. Zamonaviy bizneslar yoki offline bizneslar, telefon sotish bilan shug'ullanganman. O'shani kengaytirgan bo'lardim yoki boshqa narsalar qilgan bo'lardim. Hozir ham faqat trading emas, tradingdan keyin yaxshi daromadlar qilib, hozirgi boshqa bizneslarim bor. Lekin asosiy ishingiz trade baribir, to'g'rimi? Albatta. Chunki tradingni tanlaganimiz sababi ham tradingda mana hozirni o'ziga ham savdo qilib ko'rgan bo'lsangiz, joy tanlamaydi hech qanaqangi yokida lokatsiya tanlamaydi, vaqt tanlamaydi, qanaqadir yugur yo'q bitta joyda, eng основной $100 tikasizmi, $1,000,000 tikasizmi, $10,000,000ga savdo qilasizmi, hech qanaqangi, masalan, bitta biznes bor, $100,000 tikdiz, o'sha biznesingizga. Bo'ldi, o'sha bo'yicha sizga $10,000 daromad keltiryapti, to'g'rimi? Stabilniy. Lekin unga $1,000,000 keltirsangiz, o'sha 10% ni bermaydi. To'g'ri. Tushunsan, bu sohada masalan 5-10% oyiga topamizmi? $100,000 dan ham o'sha $1,000,000 dan ham, ya'ni oborotga qarab o'shancha daromadingiz ko'payib ketaveradi. Shu uchun ham shu sohani tanlaganmiz. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Trade bo'yicha $1,000,000 topish uchun nima qilish kerak? $1,000,000 topish uchun? $1,000,000 topish uchun. O'zingiz topganmisiz? Birinchi $1,000,000imni men o'zi 22 yoshimda topganman. Uni ham istoriya, целая istoriya, uni aytib beradigan bo'lsam, $1,000,000 topish uchun qanaqadir kichkina summa bilan millioner bo'lib ketish yokida boyib ketish degan fikr yo'q. Hozir ko'pchilikda shu narsa xato. Ya'ni tradingga kiraman, qanaqadir $500 yo $100 tashlayman, uni 10,000 qilaman, 10,000 100,000 qilaman, 100,000 $1,000,000 qilaman. Unaqa bo'lmaydi. Bo'lishni inobatga olishmaydi. O'ylashadiki oson, nimadir 100 talik strategiya topaman, bo'ldi, boyib ketaman. Yo'q, unaqa narsa emas bu trading. Tradingda stabillik, как bizneslar qancha, masalan, oyiga 5%, 3% topadi, 10% topadi, to'g'ri? Bu ham xuddi shunaqa biznes oyiga 10%, 15%, 5% topsa bo'ladi. Endi million topsa bo'ladi, nima uchun bo'lmaydi? Misol uchun, minimum keling o'rtacha 10% olib qaraydigan bo'lsak, $10,000 ni oyga $10,000 qilsa bo'ladimi? 20,000 bo'ldi. 20,000 ni masalan 2-yili 40,000 qilasiz, 50,000 qilasiz. Где-то masalan o'rtacha 10,000 topdingizmi, o'sha 10,000 ni ham $1,000,000 qilsa bo'ladi. Lekin 1 yilda emas, 1 oyda emas, 2 oyda emas, minimum 4 yil, 5 yil kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ko'p vaqt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Keyingi savolga o'tamiz. Sizni bir oylik rasxodingiz qancha? Qancha pulni bosib yeysiz bir oyda? Unchalik ko'p emas. Mana bu biznesni hisoblamagan holatda o'zimni rasxodimni aytyapsizmi yoki bizneslar bilan? O'zingiz rasxodingiz? O'zimni rasxodlarim ko'p emas. Где-то 5-6 ming bo'lsa kerak. Bu nimaga ketadi bu 5-6 ming? 5-6 ming oddiy misol kiyinishimga masalan, shu restoranlarga ovqatlanishimizga, oilaga vaqt kiyinasizmi, brendiviy kiyinasizmi yokida brend ahamiyati yo'qmi siz uchun? Yo'q, brend ahamiyati bor. Men faqat mana shunaqa klassika, pol klassika kiyaman ko'pincha. Klassika. Endi yaxshi baribir materiallarni kiyamiz. Ya'ni yaxshi sifatli bo'lsa o'ziga ham komfortniy, ham turishi ham yaxshi bo'ladi. Baribir qaraymiz mana bu. Lekin mana bu o'zbeklarnikini emas. Misol uchun hozirgi sostoyaniyangizda o'zingizga $15,000 yoqsa kostyum sotib olarmidingiz? Yo'q, olmayman. Men birinchi navbatdan e'tibor bering, $15,000 kostyum olishim uchun men qayta minimum multimillioner bo'lishim kerak. Multimillioner degani minimum $100,000,000 bo'lishi kerak. $100,000,000 bo'lgan odam o'ziga позволять qilish kerak, demak, to'g'rimi? Chunki men moliyaviy savodxonligim bor. Oddiy misol keling, hozir hissasiyamdan milliondan yuqori bo'lgani bilan ham bitta kostyumni 15,000 ga olish o'ylaymanki maksimum necha pulga ola olasiz? Chunki uni biznesga tikaman, o'sha menga pul keltiradi. Men hozirgi hissasiyamda oddiy misol $1,000 ga kostyum olaman. Eng qimmati $1,000 ga bo'lgan kostyum o'zingizga позволять qilasiz hozirgi kunda.
ya'ni sostayandan kelib chiqqan holatda agar если man endi $100 million bo'lsa, man $15,000 olsam, u necha? Man $15,000 olgan bo'lardim, u yoq bu yoq desam bo'lishi mumkin, lekin nima kerak o'sha $1,500 ga ham o'sha kostyum-shim manga komfortniy, cho'tki, и man sostayanimga qanaqadir ta'sir qilmaydi. Ammo hozir o'sha 15,000 sostayanimga ta'sir qilib qolishi mumkin. qiladi. Birinchi navbatda moliyaviy savodxonlik bo'lishi kerak. To'g'ri. Yana bir obunachingizdan savol kelibdi. Obunachilaringizga tavsiya qiladigan top 3 ta kitob bu. Qanaqa kitob tavsiya qilgan bo'lardingiz? Menimcha birinchi o'rinda hozirgi aytganingiz birinchi o'rinda Stiv Jobs. Stiv Jobsda nimani o'qishadi? Ular o'sha uni hayotini, ya'ni o'zi texnologiya bo'yicha ko'p gap bor. Prosta uni hayot tarzini ko'rib, nimadir o'zidan chiqarib olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda o'sha. Ikkinchi o'rinda boy ota va kambag'al ota. Ya'ni boy ota va kambag'al ota nimani ko'rsatib beradi? Hayotda biz qopqonda yashaymiz. Psixologik kitob, menimcha. Yo'q, psixologik kitob ham desam bo'ladi. Menga tavsiya qilishdi, demak kitob. Mana tushuntirib beraman uni qanaqa. Oddiy misol, ko'pchilik mana shu bitta oddiy misol ayiqqa yokida sichqonga deylik qopqon qo'yishadi. Ular bilishmaydi qopqonligini, to'g'rimi? Bizda ham o'zimizning qopqon bor, sistema o'shandan chiqishni sizga o'rgatadi. Ya'ni bir kishini qo'lida emasda o'zingiz erkin bo'lib, ya'ni moliyaviy va shaxsiy erkinlikni o'rgatadigan kitob. Xo'p, 3-chi-kitobchi? 3-kitob bu Atom odatlar. Atom odatlari bu o'zini, ya'ni shaxsiy rivojlanishga juda ham yordam beradi. Har bitta odatingiz, turishingiz, rejangiz, planlarni qilishingiz, odamlar bilan munosabat har bitta o'sha prям miyani zirf beradigan odatlarni ochib kitobi. O'zingiz o'qiganmisiz o'sha kitobni? Ha, albatta. Oxirgi marta qachon kitob o'qigansiz? Har kun o'qiyman. Har kun ofisimga kelsangiz, shunaqa har kun diniy kitoblarni o'qiyman. Shaxsiy rivojlanish uchun, biznes bo'yicha, marketing bo'yicha. Kitob bu o'sha miya bor. Miya masalan chegaralangan bo'lsa, zanglagan bo'ladi. O'sha zangni buzib chiqish uchun ham baribir kitob yordam beradi. To'g'ri. Odam rivoji uchun baribir kitob o'qish kerak bo'ladi. Keyingi savol meni o'zim qiziqtirayotgan savol. Bilasiz, meni yo'nalishim odamlarni turishini hisoblayman. Sizni bir kunlik rasxodingiz qancha? Bir kunlik rasxodim. Bir kunlik rasxodim nima qilaman? Ofisga kelaman. Ofisga kelgandan keyin masalan obed qilishim mumkin. Ujin qilaman baribir. Keyin masalan mashinamga rasxod qilaman. Yo'q, o'rtacha agar o'rtacha olib qaraydigan bo'lsa $100-200 bo'ladi. $100-200. Shunaqa $100-200. Bo'lmadi deganda. Qanaqasiga $100-200? Men o'zim qiz bola bo'lsam ham bir kunda $100 ketadi. Yo'l kirani o'ziga, obed, bu hali nima deydi, kiyinishlarni, boshqa narsalarni qo'shmaganda. Endi men yo'l kiraga sarflamayman. Nima qilamiz masalan? Benzini bor-ku baribir mashinada. Benzini bor, benzinni. Mashinani o'ziga misol uchun deylik bitta zapravkasini o'ziga masalan $100 ketadi menda. Uni o'zi 3-4 kunga yetadi. 3-4 kunga yetadi. Endi o'rtacha men aytaman $100, $200 oddiy misol, lekin bitta magazinga kiyinsam, to'g'rimi, u ko'p ketib qolishi mumkin yokida yaxshi restoranga borib ovqatlanaman, o'sha yerda o'ziga kamiga $300-400 ketadi. Tushunarli. Oddiy misol. Endi men o'rtacha qilib aytaman, qanaqadir bir kunga $1000 yo'qotaman yoki boshqa narsa deb o'tirmoqchi emasman. O'rtacha $100-200 biz ham qanaqadir o'zimizdan kimdir yasab olib nimadirlar demaymiz. Обычный insonmiz, обычный yashaymiz. И самый главный, любой joyda komfortni yashaymiz, lekin hammasini nima hisob kitobini qilib, bor ekan deb pulni sochib tashlamaymiz. Uvol qilmaysiz pulni. Uvol qilmaymiz uni. Men bilgan, misol uchun, treyderlarni ko'raman. Ular ko'pincha sportkarlarni yaxshi ko'rishadi-da. BMW da yurishadi. Shunaqa mashinalarda. Nimaga sizda aynan Mercedes? Siz nima klassikani yaxshi ko'rasizmi? Klassika baribir klassika. U klassika hech qachon eskirmaydi. Menda Merc olganman, BMW bo'lgan, Merc bo'lgan. Men Mercni tanlaganman. Nima uchun? Merc baribir komfortni, o'zini komfortni his qilasiz. Любой joyga borsangiz ham o'zi Mercni o'zi gapiradi. И menga qanaqadir urovin uchun aytasiz menimcha. Gap urovin uchun emas. Merc baribir yaxshiroq. Yaqinda +1 qilmoqchiman o'zi. +1 qilmoqchiman. Mana shu savolga Mercmi yoki BMWmi degan savolga nuqta qo'yamiz yapimni. Nuqta qo'yamiz. Shunaqa. Hozir misol uchun Gentra'da yursangiz, o'zingizni qanaqa his qilasiz? Gentra'da yurmayman. Malibu'miz bor. Men yana bitta Malibu'm bor. Gentra'ni mensimaysiz-a? Gentra'ni nima uchun? Agar Gentra bo'lsa ham, u ham mashina o'rtoqlarimda bor, yaqinlarimda bor, aka-ukalarimizda bor. Gentra ham yaxshi mashina. Qanaqadir uni bir kishini kiyinishiga qarab yokida qanaqa yurgan mashinasiga qarab, unga qanaqadir e'tibor berib yokida unga o'shanga baho berish u xato narsa deb o'ylayman-da. O'zimiz ham chunki noldan chiqqanmiz. Noldan chiqqan vaqtimizda eslaymiz qanaqa holatda edik. Hozir qanaqa holatda biz Allohga shukr qilamiz bo'ldi.
Yana bitta obunachingizdan yana savol kelibdi, sal shaxsiyroq. Hozirda do'stlaringiz ko'p bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shu Yo'q. paytgacha, shu darajaga yetguningizgacha nechta o'rtog'ingiz sizga pand bergan? Oddiy mana shu uchun ham ko'p pand yeganlarimizdan keyin do'stlarimiz juda ham sanoqli. Даже sanasa ham bo'ladi. Oldin ko'p bo'lganmi? Oldin ko'p bo'lgan. Masalan, har xil odamda har xil period bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, birdaniga pikka chiqasiz, zo'r bo'lasiz, pul ko'p bo'ladi, atrofda odamlar Odam ko'payadi, ko'payadi shunaqa. avtomatik. O'rtoqlar ko'payishni boshlaydi. Bitta o'rtada sinasiz, to'g'rimi? Nimadir bo'ladi, sinovlar keladi. O'sha payt To'g'ri. filtr qilib olasiz. Lekin shunaqa insonlar bo'ldiki, hayotimizda umuman bilasiz, mana shu 200 namachi inson. O'sha bilan qanaqadir обращение qilasiz, bilasiz, bu toshda bu normal inson, yaxshi inson. Lekin shunaqangi narsani bilasizki, oxirida qanaqadir sizni foydangiz tegmaganligi, o'sha masalan, kimdir bilan yuribsiz, nimadir manfaat uchun yurgan bo'ladi. Oxirida sizdan hech qanaqangi manfaat bo'lmasa, shundoq maskani olarkanda, tushunasizmi? Ular oxirigacha taqishadi, maskani, oxirigacha, to'g'rimi? вообще, shunaqa. Siz o'ylaysiz, bu narsani farqlamaysiz. Yo'q, aqlingiz ham yetmaydi-da. Chunki ular shunchalik quyidagi, shunchalik u o'shanaqa darajada prям ustasiki, Ustasi farang. Shunaqangi siz Unaqa sezmay odamlarni qolasiz, lekin manipulyatsiya oxirida ochgandan keyin toshda вообще hayron qolganingizdan keyin, bundan keyin har bitta do'st bilan o'tirishda baribir filtr qilib, ko'paytirmaysiz o'rtoqlarni, faqatgina yaqinlarini olasiz, 3 ta, 4 ta, 2 ta, bitta yetadi. Shuning uchun Hozirgi do'stlar ko'p kunda emas. sizga misol uchun siz bilan mana bunaqa sostoyaniyangiz uchun kelib turib, siz bilan do'stlashmoqchi bo'lgan odamlar bilan qay darajada yaqin bo'lasiz? Yokida shunchaki salom alik bo'ladimi, yokida juda bir o'zingizga yaqin olasizmi? Yo'q, har bir kishi bilan mana shunaqa insonlar ham bo'ladi. Masalan, hamma bilan bir xil munosabatda biz hurmat izzatini joyiga qo'yamiz. Agar ko'ramiz nimadir mendan qanaqadir manfaat izlayotgan bo'lsa, haqiqatdan ham mendan manfaat berayotgan bo'lsa, bir-birimiz bilan, ya'ni sandan ugina, mendan bugina bo'ladi, lekin hammasida o'rtasida nima bo'lish kerak? Balans bo'lish kerak. Ko'p yaqin bo'lib ketsangiz ham bo'lmaydi. Ko'p yaqin bo'lib ketsangiz, o'sha yaqinlashgandan keyin odam o'sha rassaniyasi bo'lmasa, o'sha mana shunaqa konfliktlar kelib chiqadi. Shuning uchun ham konflikt bo'lmasligi uchun, mayli, mendan manfaat, undan manfaat o'tyaptimi, lekin o'rtada rasstaniy balans ushlasangiz, o'ylaymanki, shunisi yaxshi. Baribir har bitta narsada balans bo'lishi kerak ekan. Biza juda ko'p pand yeganimiz nima bo'lgan? Ko'p yaqin bo'lasiz, ko'p ishonasiz unga, uverенный bo'lasiz, lekin oxirida orqadan bitta pichoq uradi, bo'ldi. Tushunarli. Siz demak ko'p pand yegan ekansiz. Bu javobingizdan ko'rinib turibdiki, ancha bu do'st tanlash bo'yicha ham tajribangiz bor. Xudo xolasa bor. Ya'ni bu o'zi dunyo sinovli dunyo. Har tomonlama sinalamiz, yordan sinalamiz, do'stdan sinalamiz, ishdan, hayotdan. Hamma narsaga tayyor turish kerak. Allohga shukr deymiz. Hammasi bizga tajriba bo'lib keladi. Tajriba bo'ladi hamma narsada. Xo'p, mana siz biznesmensiz, treydersiz. Nima deb o'ylaysiz? Odamlarni ko'p pul topolmasligini sababi aynan nimada bo'lishi mumkin? Ko'p pul topolmasligining sababi ko'pchilik rizqni orqasidan yugurishadi. Rizqni orqasidan yugurishmaslik kerak. Rizqni Razzoq beradi. Biza nima qilishimiz kerak? Biza sababini qilishimiz kerak bo'ldi. Rizqni Allohdan so'rashimiz kerak bo'ldi. O'shani o'zi yetadi. Sababini qilish deganda bu nimani nazarda tutib aytyapsiz hozir? Sababini qilish deganda, misol uchun oddiy misol. Masalan, keling, men treyder emasman. Keling, men вообще-то biznesim yo'q. Noldanman. Men birinchi navbatda o'rganib chiqaman. Nimaga ko'p talab bor? Shunda ochsangiz, O'zbekistonda hozir bilasizmi, marketing bo'yicha, to'g'rimi, IT sohasi bo'yicha juda kadr kam. Umuman yo'q. YouTube kadrlar kam. Siz zo'r mutaxassis bo'ling, SMM sohasi bor, copywriterlik bor, dizaynerlik bor, marketologlik bor, targetologlik bor, Prodyuserlik bor, e-commercelik bor, prodyuserlik bor. Juda ko'p kasblarni ko'rib, qaysi biriga eng zo'rini ko'raman? Men ingliz tilini o'rganaman. Chunki shundoq YouTube'ga ochsangiz ingliz tiliga bepul bor. Shuni o'rganaman. Ya'ni men sababini qilyapman-da, tushundingizmi? Sababini qilyapman, sohamni eng zo'ri bo'lyapman. Любой kompaniyaga borib, mana shu narsaga aqlim yetadi deyman. Minimum menga Vashi oylik kerak emas. Birov o'zimni ko'rsataylik, men birov shunday o'zimni ko'rsataman. Shunda bo'ldimki, men kerakli kadrimman. Men o'sha paytda aytaman. Men minimum 3000, 5000 dollarga ishlayman. Keyin o'zingiznikini u yoqda o'zingiz qo'yasiz, to'g'rimi? Men kerakli kadrman, menga ular pul berishadi. Men lekin kerakli kadr bo'lib o'zim chiqarishim kerak. Tushundingizmi? Ya'ni men sababini qilyapman, pulni orqasidan yugurmayapman.
To'g'ri. Xuddi Bizada hozir naborot teskari. Bizada tushuncha shunaqaki, qancha ko'p pulni orqasidan yugursang, shunaqa. shuncha boyiysan Qatta degan ko'p pul, tushuncha bor. SMM ekan. SMMga yugurdi. SMMga boradi, chala-chulpa o'rganadi, tam unisiga boradi. Rezultat bo'lmagandan Rezultat keyin bo'lmaydi, o'sha boshqa unisiga narsaga. da boshqa tradingga yuguradi, boradi, IT sohasini o'rganadi, boshqa pulni Ayniqsa uchmagan. tredda bunaqa narsalar ko'p. Daraxt bir joyda ko'karadi, bittasini zo'r qil, sababini qil, yo'q Allohga tavakkal qil, Allohning o'zi beradi. Razoq Alloh, rizqni Alloh beradi. To'g'ri. Xo'p, siz 17 yoshingizga qaytib qolganingizda nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, o'sha paytda siz endi biznesni boshlayotgan paytlaringiz. Bu savolni man SMMchiga ham bergandi menga. Men orqaga qaytganimda hech nimani o'zgartirmagan bo'lardim. Hayotda o'zi mana shunaqa aytdim-ku, tajriba bo'lib, Даже yo'nalishingizni ham, kasbingizni ham hech narsani o'zgartirmagan bo'lardingiz. Yo'q, hamma narsa Allohga shukr, hammasi bizga dars bo'lib kelyapti, qiyinchiligi ham, yaxshiligi ham. Endi kelajakda nima bo'lishini bilasiz-ku, o'shaning uchun menimcha o'zgartirmoqchi bo'lmagan bo'lasiz. Hammasi. Bitta narsani o'zgartirgan emas, olgan qilgan bo'lardim. Hamma pulimga Bitcoin sotib olgan bo'lardim bu. Yo'q. Keyin o'qigan bo'lardingiz menimcha. 2 yil oldin Bitcoinim bor edi, $18,000 olgandim. O'shalarni sotib oldim, pul kerakli bo'lgani uchun. Ularni ham sotmagan bo'lardim. Tushunarli. Atak hayotimga qaytadigan bo'lsam, hech nimani o'zgartirmagan bo'lardim. Hammasi men uchun zo'r, qiziq. Hammasidan rozisiz. Sinovingizdan ham, yaxshi kunlaringizdan ham rozisiz. Keyingi savol juda ham ko'p qiz bola obunachilaringizdan ko'p kelgan savol. Bu ham shaxsiyroq. Uylanganmisiz? Yaqinda uylandim, mana shu yil. Endi men o'zi shaxsiy qanaqadir men shaxsiymi yoki masalan Instagramda ham ko'pchilik ko'rishadi. Men o'zimni oilam haqida nima qilyapman, ayolim bormi, qanaqa bor, nimalar qilyapman, u narsadan chiqargim kelmaydi. O'zingiz masalan ko'pchilikda qanaqadir oilasini ko'rsatadi, nimadir qiladi, boshqa qiladi. Bu meni shaxsiy hayotim bo'ldi. Men bu yerda mediada nimani olib chiqadigan olib chiqaman, u hayotim, shaxsiy hayotim. Restoran aytamanmi, boshqa narsa qilamanmi, uylanamanmi, boshqa narsa qilamanmi? Savol jahlingiz chiqardimi? Yo'q, men shu qo'ymaganman-da, ko'pchilik bilishmaydi uylanganman, lekin men uylanganman. Lekin bu savolga javobni oldin bermagansiz. Hozir birinchi marta beryapsiz. Uylanganman. O'rtoqlar, hech kim ololmagan javobni mana men oldim qizlar uchun. Xo'p, keyingi savolimiz trade'da razgon qilib $100 $100,000 qilsa bo'ladimi? Nikak. Impossible. Bu narsa impossible. Lekin hozir chiqishyapti-ku mana kurslarda $100 $1,000,000 qilasizlar deb qanaqa jar solib chiqishyapti-ku shunaqa narsalar. Mana siz как trader sifatida bu sizni fikringiz demak bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Hech qanaqasiga bo'lmaydi. Kimdir po faktu keltirib bermoqchi bo'lsa ham hayotda keltira olmaydi. Ya'ni hozir aytganimdek ko'pchilik tez boyib ketishni xohlaydi deydi-ku. Oson yo'li. Oson yo'li. Bular mana shu razgon qilib, kichkina summadan qanaqadir video montajlar qilib yoki shunaqa shotlarni topib, $100 dan katta shu $100,000 yoki $1,000,000 ko'rsatishyapti. U yerda aslida maqsad boshqa. Trading unaqa emas. Keling $100 $1,000,000 qilib bo'ldi, to'g'rimi? $1,000,000 $1,000,000 qilib bo'ladimi endi? $100 $1,000,000gacha necha ming %? Necha ming % bo'lib ketadi ko'paytirsa. $1,000,000 milliard qilsa, men O'zbekistonda birorta milliarder traderni ko'rganim yo'q. Nerealniy narsa ekan. Конечно, nerealniy narsa. O'rtoqlar bunaqa safsatalarga ishonib yurmanglar. Mana shaxsan trader fikrlari. Po faktu aytadigan bo'lsam, masalan, biz sohada 1% har bitta savdomizga maksimum risk qilamiz. Oddiy misol $10,000 pulimiz bormi? $10,000 dan $100 risk qilamiz har bitta savdomizda. Savobini qildik, bilimimiz bo'yicha texnik, fundamental analiz qildik, bitta narsani sotib oldik. Keling tillani, yokida keling aksiyani sotib oldik, $100 risk qildik. Bizning foydamiz $200 bo'ladi, $300 bo'ladi, $400 bo'ladi, $500 bo'ladi, ya'ni analizimizga qarab. Yo'qolsak o'sha $100 yo'qotamiz, to'g'rimi? Boshqalar razgon deb nimani aytyapti bilasizmi? Keling $10,000 tashlayapti-da, $10,000ni full risk qilyapti. Full risk. Bitta savdoda. O'zingiz razgon qilganmisiz o'zingiz? Qancha bo'lgan? Noda razgon qilib turaman. Razgon qilib turaman, lekin uni ham to'g'ri, masalan, masga hozir tushuntiray to'liq. Ya'ni mana $100 dedingiz-ku, $100 ni ular nima qilishadi? $100 ni full risk qildingiz. $100 sizga $300 bo'lib qaytdi.
o'xshadi savdongiz. Agar o'xshamasa $100 kuyib ketardingiz. $300 yana full risk olasiz, to'g'rimi? $600 bo'lyapti yoki $900 bo'lyapti, to'g'rimi? Bu maksimal darajada risk degani, full risk olasiz. Full marja. Yana $900 risk sizga 2 marta o'xshab berdi, uchinchisi ham o'xshab beradi degani emas. degan kafolat yo'q. Shunaqa, chunki bozorda 100% strategiyani o'zi yo'q. Bozor talab bilan taklifdan yuradi. Tushundingizmi? Bozorda krupniy игрокlar bor. Banklar bor. Katta hedge fondlar bor. Biza nikto biza aslida. Biza mana retail trader deyiladi. Biza через broker savdo qilamiz. Aslida biza nikto. Biza broker bilan savdo qilamiz, 1% riskimizni qilamiz, olamiz. Oxirida masalan $900 topdim, $900 yana risk qilyaptim, bo'lib slif bo'lib ketadi u. Avtomatik. Siz bilasizmi, 100dan 100 ishlab beradigan strategiyangiz bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Siz tam $100 $900 $100 $500 qildingiz, $500 $1000 qildingiz, $1000 10,000 qo'yasiz, 10,000 20,000, 20,000 100,000 qo'yasiz. Hamma savdoyingiz o'xshab beryapti. Yo'q bunaqasi. Bu faqat ertalarda bo'ladi. Ertalarda bo'ladi. Endi o'zingiz razgoningiz haqida aytib bering. Qancha bo'lgan? Meni razgonim qanaqa bo'ladi? Deylik, o'rtacha $100,000 o'zib, keling bitta shotimni $100,000 оборот qilaman. Deylik, $500 risk qilaman, yarim foiz. Deylik, bir kunga savdo qildim, $2,000 pul topdim. To'g'rimi? $2,000 pul topmanda, $100,000 shotdan $2,000 topmoqman. Bo'ldi, $1,000 yo'q deb chiqaraman. Bo'ldi, men bugun $1,000 topdim, boshqa topmadim. U $1,000 shunda boshqa bitta shotga tashlaymanda, o'sha $1,000 full risk qilaman. Full risk qilaman. Masalan, 1ga 5 satnashenda bo'lsa $5,000 bor yoki 1ga 2 bo'lsa $2,000 bor. 100,000lik shotdan ham $2,000 daromad topyapman. $1,000lik shotdan ham $2,000 daromad topyapman. Xuddi shunaqa narsa. Shunaqa razgon qilasiz. Lekin yo'qolib ketsa ham, bo'ldi, yo'qoldi, meni psixologiyamga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Shunaqa razgon qilasizki, sizni psixologiyangizga ta'sir qilmaydigan darajada razgon qilasiz. O'zi shunaqa. O'zi har bitta savdoda trader nima qilish kerak? Yo'qotishga tayyor bo'lgan summani, ya'ni psixologiyasiga ta'sir qilmaydigan summani risk qilish kerak. Tushunarli. Sizni tradingda eng katta minusingiz qanaqa bo'lgan? O'zingiznikini. Eng katta minusim o'sha hozir boshlanishda aytganimda, endi kirib kelgan paytlarim sohani bilmasdan turib ishlaganmiz. Xuddi shunaqa razgon temalaridan ham o'tganmiz. $3,000 ni ishoning, $70,000 qilganman. $70,000 bir kunda o'qirib qo'ygan. Voy. Bir kunda $3,000 ni har bitta savdoga где-то 10% dan $300 risk qilib ko'targanman, 70,000 qilganman. Где-то bir hafta 10 kun ichiga bitta non farm yangiligida bir kunda $70,000 psixologiyangizga bu qanaqa ta'sir qilgan? Ana bu nerealniy bo'lgan. Chunki men bir kunda $70,000 deganman. O'sha paytda hamma pulimni o'qirib qo'yganman. Ya'ni $70,000 bu yoqdan ketyapti, bu yoqdan keyin yana uni pulini qaytaraman degan tushuncha bo'lyapti. Boshqa pullarimni ham tutmoqman, shu psixologiyani buzadigan. Eng aslida bu sohada slif qilish juda ham qiyin. Lekin psixologiya buzilsa bo'ldi, slif qilasiz. Oson-a, psixologiya risk management bilan ishlasangiz, slif qilishni o'zi qiyin. Lekin siz azartga berilib ketasiz, yo'qotgan pulingizni qaytib topaman deb turib ham, yana katta risk qilib, battarga o'qib qo'yishingiz mumkin. Siz bilan suhbatimizni boshida menga aytib o'tdingiz, tradedan tashqari boshqa bizneslarim ham bor dedingiz. Tradedan tashqari yana nima ishlar qilasiz? Tradedan tashqari hozirgi kunda mana mashina biznesim ham bor. Ya'ni GM avtomobillarini sotamiz, mashina olib proyektimiz bor. Qanaqa qilib sotasiz? Shunchaki GM avtomobillarini olib sotasizmi, qanaqa? Endi u yerda biza как investitsiya kiritib qo'yganman. Akalarimiz ishlashadi, akalarimiz savdo qilishadi. Yangi mashinalar sotasizmi? Yangi BU haydalgan, ya'ni oddiy Malibu bor, Gentra bor. Naqdga sotasizmi yoki kredit? Naqdga, avtolizing, kredit hammasi. Bank orqali yoki avtolizing yoki naqd orqali mashina biznesimiz ham bor, недвижимость bo'yicha ham oldi-sotdi qilamiz. Qanaqa oldi-sotdi qilasiz? Uylaringiz bormi shunaqa? Arenda sotamiz, shunga o'xshagan bizneslarimiz ham bor. Qayerda uylaringiz joylashgan? Uylarimiz ko'bisi Cityda, Toshkent Cityda, o'sha bulvarda, JK и Gardensda. Siz ham bilasiz qayerdan uy olishni? Endi u yaxshi, ko'pchilik bo'ladi. Turistlar ham juda ko'p o'tdi. Keyingi savol, tradega oid 3 ta mif aytib bera olasizmi? Birinchi navbatda o'sha hozirgi aytganingiz, noldan turib milliongacha ham chiqish yoki noldan bu sohadan millioner bo'lib ketish yo'q, bo'lmaydi. Bu yolg'on narsa, absolyutno yolg'on. Absolyutno yo'lg'on, chunki bu biznes
har qanday biznesda qiladigan оборотingizga qarab daromad qilasiz. Bu ham xuddi shunaqa. Ya'ni 0 dan millioner bo'lib ketdi degan narsa bu yolg'on. Bo'lajak treyderlar mana shu narsani o'zinglar uchun bilib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisi 100% strategiyani o'zi yo'q. Juda ko'pchilik 100% strategiya borman deydi, boshqa qiladi, lekin kurs sotadi oxirida 100% strategiyani o'zi yo'q. Mana shu kurs bo'yicha yana savolim bor. Uchinchisini ham javob berib olsangiz aytaman. Uchinchisi bu tradingni qimorga chiqarishadi. Trading bu qimor emas bu. Qanaqasiga xalqaro moliya bozorida qimor bo'lishi mumkin. Dunyoni davlatlarning 90% kapitali оборот bo'ladigan bozorni bizani ongiyoq ayrim insonlarimiz qimorga chiqarishgani mana shu yolg'on. Bu treydga bitta qilib, bitta gap aytib keting, nima bu treyd o'zi? Trading bu xalqaro moliya bozorida savdo qilish. Ya'ni tradingni o'zi bizada 4 ta o'zi bozorimiz bor. O'sha men birinchi aytganim, birinchi kirib kelgan fond bozori, aksiyalar oldi-sotdi bo'ladi. Ikkinchisi bu forex, foreign exchange pairs market, ya'ni xalqaro valyuta ayirboshlash bozori, kripto bozori, xom ashyo bozori bor. Mana shu 4 talab bozor xalqaro moliya bozori deylik, bir kunda 15 trillion dollar оборот bo'ladi bir kunda. Odamning miyasiga sig'maydigan summalar. Eng kattasi hozir 7, 8, 9 trillion dollargacha ham chiqqan forex bozori. Bizlar forex bozorida savdo qilamiz. Nima uchun qimorga o'xshatishadi desangiz, o'tda mana aytayapman-ku, birdaniga katta full risk qilishingiz mumkin boshqa narsa. Bizlar to'g'ri safety kontraktlarda savdo qilamiz. To'g'ri, lekin bu qimor emas-da. Bu forex yo'nalishini future o'sha imенно xalqaro moliya bozori trading yo'nalishini deylik, trading sohasini bitta yo'nalishi bu. Futuresi bor, masalan, safety kontraktsi bor, spoti bor. Qanaqasiga bu tradingni qimorga chiqarish mumkin? Qimor chista stavka bo'ldi. Menimcha treydga kirib, sliv qilib, bu sohani tashlab chiqib ketgan odamlarning gapi bo'lsa kerak bu. Qimor degan o'zi nafsini boshqara olmaydi-da, keyin bu qimor deydi, bo'lmaydi deydi, bo'ldi. Bilim olmasdan turib. Bilimni ham haqiqatdan ham O'zbekistondagi hozirgi treyderchalar kurs ochib qimor qilib yuborishda, to'g'risi. Menimcha treyderchalar deyapsiz. Chunki sohadan non topmaganda, o'zidan treyder yasab olgan, shuning uchun treydercha. Keyingi savol, bu meni o'zimning shaxsiy savolim. Nimaga, misol uchun treyderlar o'zi kuchli bo'lsa, misol uchun katta daromad qilsa, o'ziga yetsa daromadi, nima uchun ular kurs olib sotishadi? Misol vaqti bo'ladimi ularni har bitta odamga kursni o'rgatishga? Misol uchun o'zi soстоянияsi normalniy treyder nimaga kurs sotadi bo'lmasam? Bu narsaga men как-то g'alati qarayman-da. Qarang, ikki xil yo'nalishi bor. Birinchisi bu infotsiganlar. Ya'ni kurs sotadi, mana shu trade qilib, ya'ni o'zi bozordan savdo qilib, daromad qilmasdan, non topmasdan. Xabari yo'q odamlar mutlaqo. Yo'q, xabari bor, o'rgandi, qattandir. Internetdan qanaqadir infotsigandan, mashinadan o'rgandi. Yaxshi ustozdan o'rgandi, lekin bir yildan beri shu soha bilan shug'ullandi, bo'ldi, non topolmadi. Bo'ldi, shu sohadan daromad qila olmadi, endi nima qiladi? Kurs sotib daromad qiladi. Kurs sotib daromad qiladi. Nimani ko'rsatadi mana o'sha yolg'on natijalar ko'rsatadi. Yolg'on natijalar, razgon, $500 $1000 qildim, $1000 $10,000 qildim, $100,000 qildim, shu asosida. Bunaqalar ko'payib ketganda. Vot, endi mana shu narsani ko'rsatadi, borib nimadirni qanaqadir hype'lar ko'rsatadi, yaxshi hayotini ko'rsatadi. Odamlarga mashina olishadi, uylar olishadi. Odamlarga emotsiya bilan kurs sotishadi. Ya'ni maqsad kurs sotish. Odam sotmoqda deydi, $1000 dan 10 ta kurs sotsam, $10,000 bor birovga. Yaxshimi? Yaxshi-da, конечно. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz aytishingiz mumkin, haqiqatan bo'lmasa, hamma shunaqa bo'lsa, tradingni bo'lmasa qanaqa qilib o'rganish kerak? Kimdan o'rganish kerak? Men aytdim, ustoz topmaganim, meni xatoyim bo'lganda, to'g'rimi? Xatoyingiz bo'lgan. Ustoz topishga nimaga e'tibor berish kerak? Ustoz topishga birinchi navbatda o'sha insonni ko'rish kerak. Qani o'sha inson haqiqatan ham shu sohadan non topadimi, yo'qmi? Shu sohadan pul ishlayaptimi? Ko'rmasdan turib ham kursda kim kelsa o'rgatishyapti-da. Lekin borsangiz, любой treyder, o'zini aqli yetgan treyder, ustoz, mana shu sohadan siz ham pul topyapsizmi? Menga qana, ishlagan natijalaringizni ko'rsating degan vaqtda shunda ochib beradi. Aqli yetadigan treyder 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik ishlab keladigan statementlari bor, ya'ni statistikalari, ishlagan tarixini ko'rsatadi. Haqiqatan ham shu sohadan 10%, 15%, yiliga 100% topyaptimi? Bo'ldi, o'sha sohadan, o'sha ustozdan o'rganish kerak. Ya'ni ustoz nimani o'rgatadi? Mana yamalarga tushdan nima sliv bo'ldim, psixologiyam buzildi, nimadir bo'ldi. O'sha narsalardan o'tdikmi biz? O'sha narsani shogirdlarga o'rgatamizki, to'shto mana shu narsa senga
sliv bo'lishingga sababchi bo'ladi. Bunaqangi qilmagin. Yoki mana bu strategiyalar hozir ishlab beryapti. Mana shu strategiyalar bilan ishlagin deb ko'rsatib beradi. Masalan aytishingiz mumkin, nima uchun? O'zingizdan kurs sotasiz bo'lmasa, to'g'rimi? Qaysi tipga yo'nalishga kirasiz? Birinchisigami, hozir aytganingiz, Yo'q, ikkinchisiga men kirasiz? o'zi kursim man vaqtida shogird chiqarganman. Men nima qilganman? Men shu sohadan non topyapmanmi? Non topyapmanmi? Men o'sha non topayotganimni kurs bilan isbotlab ham berganman. Men maqsad mana shu soha xalqaro moliya bozoridan o'zbeklar ham pul topsin maqsadida, mana shu bilim ulash maqsadida men kompaniyani ochganman. O'sha kompaniyani ochganda ham o'z manfaatingiz yo'lida emas. Shunaqa, yo'q, atak manfaat bu ham to'g'ri. Bu ham qo'shimcha daromad, ortiqcha pulni o'zi bo'ladi. Ortiqcha pul bo'lmaydi. Zarari yo'q. To'g'ri. Men tradingga qancha vaqt ajrataman deb o'ylaysiz? Bir kunda 2 soat uzoq. 2 soat vaqt ajrataman, qolgan vaqtim bo'ldi. Boshqa bizneslarim ko'raman, yo'q qilaman, boshqa qilaman. Shogirdlarim chiqarib qo'yganman. Lutfman bilim beray, o'shandan ular non topishsa, bu ham menga qo'shimcha daromad, to'g'ri. Bu ham qo'shimcha daromad. Oddiy misol keling. Asosiy maqsad babu bilim ulashishi. Shunaqa. Bilim, ya'ni men vaqtimni va bilimni ajratolmanmi, o'shanga nisbatan ulushimni olish. Chunki buni olib qarasam, keling, men $1 million bilan kapitalim оборот qilyapman, to'g'rimi? Birovga $100 ming topyapman, to'g'rimi? $100 ming bo'ling, bir kunga necha puldan tushyapti, soatga necha puldan tushyapti. Mani vaqtim o'zi pul turadi. Mani bilimim pul turadi. Men shu hozirgacha ham kelgan tajribam, hozirgacha ham men bilim olib kelaman. O'sha bilimlarni men pulga sotaman, to'g'ri. Men o'sha bilim, ya'ni men bilim berganman, bilim sotgan. To'g'rimi? O'shanga nisbat ular hozir nima qilishyapti? O'zlari shu sohadan non topmay turib, faqat kursdan soqqan. Tushundingizmi? Bilim berish, bilim berib pul olish bor. Primoy kurs sotib soqqa qilish bor. Ikki xil bo'lib ketdi-da, tushundingizmi? Unaqa odamlarni bilimi bo'lmay turib kurs sotayotgan odamlarni уже отзывini ham ko'ryapmiz-da. Negativga to'lib ketgan. Chiqishadi. Norozichilik ko'payib ketgan. Trading qimor deyishadi, unisi mashqa deyishadi. O'zimizni ishonch yo'qolib boryapti. O'zimizni xalq ham sotdi-da. Nima uchun bilasizmi? Borada ko'ryapti, yaxshi mashinalari bor, to'g'rimi? Nimadirlarni ko'rsatdi, yaxshi yashash, nimadirlarni ko'rsatdi, borishadi, emotsiya bilan sotib olishadi. Sen bor shu sohadan sen ishlab kelyapsanmi? Ha, davay menga ko'rsatgin, bir yil. Qani shu sohadan non yeyapsam yo'qmi? Shu sohadan senga kislorod kelib o'tiribdimi yo'qmi? Aql etgan trader men deb shunda 1 yillik shotni o'tib beradi. Men ko'r deydi. Haqiqatan ham topyaptimi? Borib o'qisin. Shu sohadan non topyaptimi, trader senga ham xuddi o'sha narsani o'rgatib beradi. Agar ko'rsatib bera olmadimi, bo'ldi, fuflo. Lekin hozir onlayn bo'lgani sababli yolg'on shotlarni ko'p ko'rsatishyapti-da. Xudo shunaqa. Shunaqa borib so'rash kerak-da. So'rasan, hammasi ko'pchiligi makkilab qoladi. Ko'pchilik razgon boshqa narsa qilsa, qana razgon bilan kim boyib ketdi? Ko'rsa qana men 1 yillik, 2 yillik demayman, minimum 6 oylik ko'rsatishini 6 oylik ham ko'rsatmaydi. Demak, noldan boshlab trade o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarga Ahmet akaning maslahatlari borib, o'sha traderni qanchalik statistikasini, qanchalik daromad qilganini ko'rib tekshirsanglar bo'lar ekan. Qanaqadir yaxshi lifehack bo'ldi bu ham. Minimum 6 oyligini. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu savolni menimcha traderlarni o'zi berishgan bo'lsa kerak. 6-12 oylik statistikasini ko'rsatgan traderga o'zim investitsiya qilaman degan ekansiz. Shu gap rostmi degan savol kelibdi. Albatta. Bu ham birinchi navbatda o'zbek traderlarga motivatsiya bo'ladi. To'shta mana aytdik-ku, 1 millionga chiqsa bo'ladimi? Siz 6 oylik ko'rsang, o'zi million investitsiya qilaman degan traderlar oldingizga keladi. Katta investorlarda minimum menga 6 oylik natija ko'rsatsa, birinchi $1000 beraman. 2-3 oylik natija haqiqatan ishlab beryaptimi? $10,000, $10,000dan $100,000 gacha oshirib ketaman. Shaxsan o'zim investitsiya kiritaman. O'zingiz kirgizasiz. $100,000. Endi o'ylab ko'ring, $100,000 investitsiya kiritdim, u 10% topdi, oyiga $10,000 topdi. $10,000dan $5,000 uniki, $5,000 meniki. Menga yo'q joydan $5,000 pul keltiryapti, ham o'zi ham 5,000 ishlayapti. Endi o'ylab ko'ring, 5,000 oyiga topyapti, 1 yilga qancha pul ishlasa bo'ladi? 1 yilda 50 mingdan oshuv bo'ladi. 50 mingdan oshuv. 50 mingni 2-3 yil ichiga normal pul qilsa bo'ladimi? Albatta. Normal, ya'ni sekin-sekin bilim bo'lsa hammasiga erishsa bo'lar ekan. Biroq odamlar srazi boyib ketishni o'ylashadi. Srazi boyib ketish oson yo'lini ya'ni o'sha rizqqa, tushundingizmi? Sen sababini qil, rizqni Alloh beradi. Demak, haqiqiy traderlar bu darajaga yetguncha qo'pol qilib aytganda ancha yillar chirib mehnat qilishgan ekanda. So'ram aytib beradigan bo'lsam, hozir целый mavzetda bir 3 soat o'tirishimizga to'g'ri keladi. 5 yildan keyin O'zbekistonda trade'ni siz qanaqa ko'rasiz?
Agarda mana haqiqiy treyderlar chiqadigan bo'lsa, qanaqadir fondlar tashkillashtirsak, birgalikda masalan yaxshi treyderlar, shunaqangi katta kompaniyalar chiqadigan bo'lsa, prям jahon miqyosida chiqadigan bo'lsa, yaxshi treyderlar yaxshi bo'lib ketadi, rivojlanib ketadi. Kriptolar bilan masalan, oddiy misol Dubaylarda Dubai Expo'lar bo'ladi, to'g'rimi? O'sha narsalar O'zbekistonga kiritsak bo'ladi, boshqa bo'ladi, lekin mana bunaqa hozir razgonchilar, multimillioner o'zidan yasab olgan treyderlar bo'ladigan bo'lsa, oxiri qimor bo'lib yo'qotib yuborishadi. Chunki ko'pchilik xonavayron bo'ladi, pulni yo'qotishadi, dabdalasi chiqib ketishi mumkin. Shu uchun ham hozir ikkilanib turibman. Bilmadim, Hozir O'zbekistonda aniq anaqa pozitiv fikringiz yo'q. agar shunaqa ketadigan bo'lsa, Shu ketishda, hozirgi ketishda. hozirgi razgon mana shunaqa targ'ib bilan ketadigan bo'lsa, ishoning, вообще chirib ketadi bu soha. Bu sohaga hech kim ishonmay qo'yadi. Hech kim ishonmay qo'yadi. Man shu uchun ham aytmoqchiman, ya'ni shu sohani man sevganim uchun, muhabbatim bo'lgani uchun ham hamma odamlarga tushuntirib bermoqchimanki, bu soha qimor emas, sizlar o'ylagan tez boyib ketadigan soha emas. Stabilniy ishlanglar, bu biznes, bu onlayn biznes. Onlayn biznesni o'rganinglar, oyiga 10-20% daromad qilinglar, mana shunda chotki yetadi. Buni o'rganish uchun to'g'ri ustozdan, to'g'ri joydan to'g'ri bilim olish kerak menimcha. Bilim olsa o'zi keladi, sababini qilinglar, pulga uchmanglar degan fikrni bildiryapman. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Treyder bo'lish uchun siz maslahat bera oladigan top 3 ta film yoki top 3 ta kitob. Qanaqasini maslahat berasiz? 3 ta kitoblarni aytdi, endi keling 3 ta film. Birinchi kinomiz bu Wolf of Wall Street. Ya'ni o'sha Wall Street bo'risi degani, u o'sha brokerlar haqida, qanaqa bo'lish kerak, brokerlar qanaqa sotuvchilarni sotadi, shunaqa narsalarni o'rgatgan. Ya'ni qiziqish bo'ladi-da, o'shani ko'rsa bo'ladi. Ikkinchisi The Big Short. U ham yaxshi, именно shu недвижимостlarni tushishi haqida va o'sha birjalar haqida, qanaqa bo'lishi, aksiyalar haqida o'shani ko'rishsa bo'ladi. Bu ham ancha qanaqadir motivatsiya bo'ladi. Uchinchisi ham shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham именно zamonaviy kasblar bo'yicha Sotsial set, ya'ni Mark Zuckerbergni o'zini hayoti haqida olingan kino. Mana shu 3 ta kinoni tavsiya bergan bo'lardim. Yana bitta obunachimizdan savol kelibdi. Siz treyderlikni o'rgatasiz, lekin o'zingizga kim o'rgatgan bu sohani? Menimcha bu savolga javob berib bo'ldingiz. O'rtoqlar javob berdilar. O'zlari ustoz bo'lgan ekanlar va shuni orqasida shuni natijasida 2 yil vaqtlarini shu narsaga sarflagan ekanlar. Hozirgacha ham o'rganib kelaman. Bu soha tugamaydi. Hozirgacha ham o'zimizni masalan chet ellik do'stlarim bor, o'zimiz uskukuruklar bor. Masalan yangi strategiyalar chiqadi, to'g'rimi? Chunki bozor sikli bir xil yurmaydi-da. Bozor sikli har xil o'zgaruvchan bo'ladi. O'sha siklga treyder tayyor turish kerak. Hech qachon to'xtab qolmaslik kerak. Ya'ni bozorni yurishiga qarab bilim olaverish kerak. Hech qanaqangi bu bilim tugamaydi. Olish kerak, dalish. Hozirgacha ham o'zim ustida ishlab kelaman. Misol uchun, lekin birinchi ustozim yo'q. Mana bu ustozdan o'rgandim degan gap yo'q. Shunaqa self study. Tushunarli. Men o'zim ko'pdan beri bitta savol qiynaydi-da. Nimaga aksariyat qismi treyderlarning ko'p qismi Toshkentda emas, Dubayda yashashadi? Buning sababi nimada? Dubayga ko'pchilik, не только treyderlar, o'zi influencerlar ko'pchilik yashaydi. U yerda soliq yo'q. Hech kim qanaqadir erta boyib ketsangiz, zo'r bo'lsangiz, uyingizni taqlatib kelishmaydi. Yashash uchun yaxshi sharoitlari, lekin Dubay emas. Men O'zbekistonni tanlagan bo'lardim. Nima bo'lgan taqdirda ham men hozir Dubayga ham, Amerikaga ketishga ham yoki Londonga borib yashashga ham aqlim yetadi. Aytishadi-ku, bizada shtobi men eshitganman, Toshkentda, O'zbekistonda shu yerda ko'p pul aylansa, ko'p tekshiruvlar bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'pchiligi Dubay qulay ekan, endi chet el qulay ekan degan gap bor. Bu gap qanchalik rost? Yo'q, unaqa qo'shmayman. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gaplar. Shu yerda o'zida ham mana bemalol оборот qilib yuribmiz. Hech kim bizga kelib nimadir to'sqinlik qo'ygani yo'q. Xudoga shukr, yaxshi ishlab yuribmiz. Shu paytgacha sizga qarshiliklar bo'lmagan. Hech qanaqa tekshiruvlar bo'lmagan-a? Yo'q. Yaxshi, hammasi yaxshi ishlab yuribmiz. Endi masalan Dubay to'g'ri komfortli, treyderlarga juda qulay, qanaqadir networking juda ko'p. Bu yerda networkinglar qilib yangi bizneslar ochishingiz mumkin. Hamma influencerlar uchun eshigi ochiq Dubayni. Shu uchun ham ko'pchilik Dubayga ketishadi. Men lekin baribir O'zbekistonni tanlagan bo'lardim. Nima uchun? Chunki Dubayga ketasiz, to'g'ri, yaxshi yashaysiz, qanaqadir komfortli zonaga yashashingiz mumkin, lekin nima bo'lmaydi? Qarindoshlar bo'lmaydi, do'stlar bo'lmaydi, yaqinlar bo'lmaydi, choyxonalar bo'lmaydi, boshqa baribir bu narsani o'zida gashti bor.
man bu narsalardan voz kechib chet elga ketolmayman. Ketolmaysiz. Shu yerda o'zida rizqimni beradi. Shu yerda o'zida masalan bolalar bilan ko'rishasiz, boshqa narsa qilasiz. Baribir silai rahim degan narsa bor. Uydagilarga vaqt ajratasiz. Mana shunisi yaxshi. Erta nimadir bo'ldi, masalan chet eldasiz, nimadir bo'lib qoldi. Masalan kimdir o'tib qoldi deylik. Anchadan beri, 6 oydan beri kelmagansiz, 1 yildan beri qanaqadir juda qattiq ta'sir qilishi mumkin. O'sha yerda ham o'sha rizq bor. Bizga o'sha rizq berib berilgan. Amerikaga borasizmi, Dubayda borasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi, undan ortig'ini topolmaysiz. O'zingiz sayohat qilib turasizmi? Juda ko'p. Sayohatga chiqib kelish mana bu yaxshi, lekin yashash emas. Sayohatga yiliga minimum 3 marta yoki 4 marta men chetga chiqib kelaman. Chunki chet elga chiqsangiz rivojlanadi odam, juda moralni, dunyoqarashi juda moralni ham dam olib kelasiz. Dunyoqarashingiz ham o'zgaradi, shaxsiy rivojlanish bo'ladi, juda ko'p yangiliklar bilan kelasiz. O'sha motivatsiya, o'sha energiyani olib kelgandan keyin minimum 2-3 oy sizni hech nima bezovta qilmaydi. Maza qilib ishlaysiz. Bosib ishlaysiz. Shunaqa. Ko'pchilikka tavsiya beraman shu chet elga chiqishni, har yil minimum 1 marta chiqib kelishni tavsiya beraman. Sayohat tariqasida. O'zi qimmat emas. Toshkentda yashash, qanaqadir dam olish qimmat bo'lishi mumkin, lekin chet elga chiqish hammaga maslahat beraman. Xo'p, keyingi savolimiz, sizningcha pul baxt keltiradimi? Pul. Pul bu o'zi nima? Baxt bu o'zi nima? Birinchi navbatda. Baxt, men o'ylaymanki, endi bu meni shaxsiy fikrim. Baxt oila a'zolaringizni xursandchiligi, masalan, onangizni xursandchiligi, juft halolingizni, farzandlaringizni, ota-onangiz, aka-ukalaringiz, yaqinlaringizni xursandchiligi va o'zingiz yaxshi yashashingiz. Pulga bog'liysizmi? Ular qachon baxtli bo'lishadi? Ular qachonki masalan sog'lom bo'lsa, to'g'rimi? Yaxshi yashasa, o'rni to'q bo'lsa, qanaqadir joylarga chiqsa, ehtiyojlari qondirilgan bo'lsa, to'kinchilik bo'lsa, yaxshi yashashadi. Unga nima kerak? Pul kerak. Pul kerak. Bu narsani erkak kishi ta'minlaydi. Pul men nima deb bilaman, bu bitta baxtli bo'lish uchun bitta instrument, bitta vosita desak ham bo'ladi. Ya'ni buni olib qaraydigan bo'lsak, pul baxt keltiradi baribir. Oddiy misol, yaqinda o'yim bilan birga Umra borib keldik. Juda xursand bo'ldim, o'zim ham, o'yim ham. Juda xursand. Ularning emotsiyalarida. Mana shu narsa men uje ko'rib, u kishini ko'zlaridagi quvonchni, baxtni ko'rib, prям motivatsiyam oshdi. Pulim bo'lmasa qilolmasdim, to'g'rimi? To'g'ri. Sababchi bo'ldimi o'sha narsaga? Sababchi. Endi bu sababchi. Faqat baxt degani emas. Baxtni sotib ola olmaysiz. Lekin baxtli bo'lish uchun ham, baxt keltirish uchun ham pul sababchi instrument deb hisoblayman. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz endi. O'zingiz tradingdan o'rtacha oyiga qancha daromad qilasiz? O'rtacha где-то shu. Mayli, oyiga demaylik, o'rtacha yillik deymizmi? Oyiga desa ham bo'ladi. Oyiga mana men aytaman chista sizga 10% dan 15% gacha ham oyiga stabilni 20% dan bo'lishi mumkin. 10% dan 30% gacha ham deylik, 10% dan 30% gacha ham daromad qilaman. Даже minimum 5% dan bo'ladi, 2% dan bo'ladi, minus 1% dan bo'lishi mumkin. Ayrim holatda, ayrim oylar minus ham bo'lishi mumkin. O'rtacha 5% dan 30% gacha ham daromad qilaman. Hozirgi shotingizni ko'rsata olasizmi? Hisob raqamingizni. Faqat o'zga ko'rsatishim mumkin. Sizga ko'rsataman, o'shandan hisoblangin. O'rtacha 10% daromad qanchaga tushishini hammaga ko'rsatmayman. Nimaga? Chunki barakasi o'chadi. Tinch yursang uzoqqa borishadi deydi-ku. O'sha narsa kerak. O'shaning uchun menimcha sizga hech kim anaqa qilmasa kerakdir-da. Tekshiruvlar kelmasa kerak. Shunisi ham bor. Eng katta shotimni ko'rsam, mana aytaymi, nechta raqam bor? 1 2 3 4 5 6 7 ta raqam. Aytsam maylimi? O'rtoqli. Maysho, o'zingiznikimi? Mana ko'ring. Qani? Photoshop anaqalar emasmi? Bu platforma mana, realni shotligi, mana real. Mana Ahmedjon Karimov. O'rtoqlar realni ekan. Men ishonmasdim. Traderlar ko'p qo'yishadi katta summalarni. O'qing mana bu yerda. Ko'pchilik mana demo shot yoki boshqa deyishadi. Qaysi nima bu? XM Global Limited. O'shani o'qing. XM Global Limited deyilgan. Qanaqadir real nimadir yozuvlar. Realmi yo demomi? Real deb yozdi. Real shot degan men o'zimcha tushunmayman. Ko'pchilik real maqtashni ham o'zi xohlamayman. Mana shu endi o'ylab ko'ring, oyiga shundan 10%. Bularga shogirdlikka tushmoqchi bo'lgan odamlar kelib bemalol shotlarini tekshirsanglar, ko'rsatasizmi?
shogirdlarga bo'lmoqchi Ha, bo'lgan yaqinda odamlarga agar shogirdlik dasturi bo'lsa, любой время odam talab qiladi. Ustoz, shu sohada qancha pul topasiz? Men ko'rsating degan vaqtda shunda ko'rsatiladi. ko'rsata olasiz. Ha, aqli yetadigan odam ko'rsatib bo'ladi. Men Xo'p. любойga aqlim yetadi. Siz bilgan eng kuchli trader kim? Kimni siz eng kuchli trader deb bilasiz? Endi biza motivatsiya bo'lgan bu sohaga kirishimizga Warren Buffett. Kim? Warren Buffett. U chet ellik, Ha, amerikanskiy trader. eng kuchli trader. O'zbeklardan demoqchimisiz? O'zbeklardan ham ayta O'zbeklardan qoling. men o'zim bilaman, boshqa hech kim bilmaydi. Voy, endi shunaqa Men deyishingizni bilardim. boshqani shotlarni bilmayman, to'g'rimi? O'zingizdan O'zim tashqari. shotimni o'zimdan kelgan. Ko'rgan odamingiz yo'qmi? Misol uchun Yo'q. mana bu odam mana bunaqa. O'zbekistonda bironta trader bilan, traderlarni taniyman, ko'pchilik kelgan, suhbatlashamiz, aka-ukalarimiz bor. Hammasi krasavchik, ularga hech qaysiga g'arazim yo'q. Lekin birortasini borib 6 oylik, 1 yillik, 2 yillik shotlarni ko'rmaganman shu paytgacha. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz bo'lmasam, bilimsiz ham tradingda daromad qilsa bo'ladimi deb yozishibdi. Bilimsiz qilsa bo'ladi. Uni yo'nalishi bor. Oddiy misol, yaxshi tajribali traderlar asosida, traderlarning strategiyasi asosida qurilgan algoritmlar bor. O'sha algoritmlarga tayanibdi, Ha, to'g'ri? o'sha algoritmlar Signallarmi bular? algoritm robot ko'rinishida. O'sha robotni shotiga ulab qo'yadi. Uni shotida mana shu robotlar savdo qilsa, mana shu bilim bo'lmasdan turib ham o'sha robotlar bu uchun savdo qilib beradi. Robotlar ham adashmaydimi? Ular ham baribir unaqa emas-ku. Nima deydi? Garantiya yo'q-ku. Да, 100% garantiya yo'q. to'g'ri analiz qilishiga. Да, конечно. Вот risk есть risk. Qachon bu yo'l bilan pul topish iloji bo'lmasa, ikkinchi varianti ham bor ekanda. Да, конечно. Rostdan ham hozirgi kunda faqatgina 5% odamlar trader bo'la oladimi? Sizning fikringizcha? Birinchi kirgan ko'pchilik 90%, 95% traderlar sliv qiladi. Nima uchun? Birinchi navbatda bilim yetishmasligi, chala-chulpa bilimlarni internetda tiqilib ketgan oddiy strategiyalarni o'rganib savdo qilishida, ikkinchi navbatda risk managementga emas, ya'ni emotsiyaga tayanib, psixologiyasini buzib, katta pul topaman deb Full risk qilishi. full risk qilishida bo'ladi. Juda ko'pchiligi mana shu narsani boshqara olmaydi. Oxirigacha sliv bo'lib ketib bu sohani tark etishiga asosiy sabab ham shu. Ya'ni bu sohada pul bor. Pul bor joyda nafs bo'ladi. Nafs bo'ladi. Kim nafsini kontrol qilib bilsa, shu sohadan stabillik kislorod topadi. Har yil, har oy. Mana shu tarafda bo'laman. Kim mana bu ko'p pul topaman, razgon qilaman, boshqa nafsini boshqara olmasa, bo'ldi, bu sohadan chiqib ketadi. Bu soha uchun emas. Yeb yuboradi, sliv qiladi, pulni yo'qotadi. Bor pulni yo'qotadi agar nafsiga qul bo'lsa. Nafsni biz qul qilishimiz kerak. Aslida hayotda ham olib qaraydigan bo'lsak, не только pul tomonlama, nafsni siz qul qiling, siz yaxshi yashaysiz. Ko'pchilik 90% odamlar o'sha nafsni kontrol qilmasdan bu sohadan chiqib ketishadi. Qiyin deb, yana nomini qimor deb chiqib ketishadi. Qilmagandan keyin nomini bulg'ashadi. O'sha birinchi navbatda mana shu kimga borib taqaladi? O'rgangan ustoziga borib yoki o'rgangan manbasiga. Internetdan o'rganadimi, ustozdan o'rganadimi, значит, o'sha bu не только masalan strategiyalar. Ustoz strategiyalarni o'rgatgandan tashqari mana psixologiya qachon buziladi, nafsni qanaqa kontrol qiladi, tajribadan o'tgan-ku, o'sha narsani ko'rsatib bergan bo'lish kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Xo'p, signallar bilan ham daromad qilsa bo'ladimi tredda? Da, signallar bilan ham bemalol daromad qilsa bo'ladi. Oddiy misol, men o'zim ham signal beraman, katta kanallarimda ham. Ishoning, bir dona signallar, ana polni kirib ko'rishsa ham bo'ladi, har kun tashlayman, bir dona signal beraman. Shunda kiraman, men o'zi bir kunga bitta yoki ikkita savdo qilaman, o'shani ham ulashaman xalq bilan. Meni kuzatayotgan obunachilarim bilan. Shunda signal beraman, bepul. Shunda signal ulashaman, bola tilini sotib olamiz. O'zim bitta keling o'rtacha $5000, $3000 daromad qildim bitta savoldan. Foydalanib yuboringlar ko'raychi deyman. Shuning bir kunda $400,000, $500,000 bir dona signalimdan O'zbekistonga pul kirib keladi. O'zbekistonga men o'ylabman bitta odamga deb buni qilmoqchi. Bir 100 kishi, 200 kishi yuboradi. Kimdir $500 topgan, kimdir $1000 topgan, kimdir $10,000 topgan, kimdir $300 topgan. Ya'ni katta shu depozitidan qarab pul topgan. Depozitiga qarab turib, anaqa qiladi, daromad qiladi. Bir dona signalimdan $400,000, $500,000 daromad qilishadi. Bu natijalarni ko'rib, odamlar natijasini ko'rib, bu narsa boshqacha zavq bersa kerak odamga. Bu oddiy mana signallar bilan ishlash, risk management
lot nima, punkt nima, oddiy mana shu darsliklarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Buni bepul xalqqa berish uchun oddiy misol Directdan kirib yoki videolarim ostida o'sha kommentariyada plus qoldirishsa, o'sha ochiq community'm bor. Ochiq community'da o'sha to'liq ham suhbatlashib, treyderlar bilan savdo qilsa bo'ladi, sohani o'rgansa bo'ladi. 20 ga yaqin darsliklar chiqarib qo'ygan o'sha onlayn video darsliklarni ko'rib ham mutlaqo tekin o'rganishsa bo'ladi. Darslaringiz bor demak. Xo'p, men o'zim misol uchun treyderga qiziqsam-da, noldan o'rganmoqchi bo'lsam, qayerdan o'rgansam bo'ladi? Mana shu ochiq community'da o'rgansangiz bo'ladi. Lekin professionalni sohadan o'rganmoqchi bo'lsangiz, men hozir aynan qolmay shu paytgacha ham yo'q edi. Shogirdlik dasturlarini qilaman sekin-sekin onlayn, offlayn. Shu o'rgansa bo'ladi. Mana shu darsliklardan onlayn bo'lsa ham onlayn, chunki soha onlayn. Onlayn o'rgansa ham bo'ladi. Yo ko'pchilik offlayn o'rganaman, Toshkentda borib o'qiyman, o'rganaman desa ham Toshkentda ofis qilamiz. Xudo xolasa ofisdan kelib o'rgansa ham bo'ladi. Bo'ladi. Obunachilaringizdan yana bitta savol kelibdi. Ular aytishibdiki, nimaga siz katta pullarni ko'rsatmaysiz? Boshqalar bir kunda 20 ming, 30 ming dollar bir kunda topishadi degan savol kelibdi. Bu o'zi bir kunda 20 ming, 30 ming, 50 ming dollarlik shotlarni ko'rsatadigan bolalar bor. O'sha aytganimdek, haqiqatan razgonni targ'ib qilishadi. Mana shuncha pul topsa bo'ladi. Asosiy maqsad kursga bo'ladi ularga. O'zi haqiqatda bir kunda 20 ming, 30 ming dollar topsa bo'ladimi? 20 ming, 30 ming topsa bo'ladi. Qachonki bir minimum 5 million, 10 ming dollar, 5 million, 10 million dollarni kapitalni boshqarsa. Amma o'ylaymanki 5 million depozitda 5 million bo'lishi kerak. Shunaqa 5 million, 10 million dollar bo'lsa, bir kunda 20 ming, 30 ming topsa bo'ladi. Odamlar aytishadi, что 1000 dollar bilan ham kuniga yo'q. Unaqangi ishonmaslik kerak. Masalan, men degan gaplar bor. Kichkina shotlarimni ko'rsataman, bir kunga 1000 topdimmi, 600 dollar topdimmi, 3000 dollar topdimmi, mana shularni ko'rsataman, to'shto realniy mana shuncha depozitdan mana buncha topaman deb kichkina ko'rsataman. Endi katta shotlarni ko'rsatmayman, nima uchun? Chunki katta shotlarda ko'rsangiz, haqiqatan ham shuncha pul topsa bo'lar ekan deb odamlarning emotsiyasi o'ynab ketib, mana shu ular ham azartga kirib katta risk qilishi mumkin. Shuning uchun ham katta shotlarni umuman ko'rsatmayman. Menga ko'rsatganingiz kichkinasimidi, kattasimidi? Yo'q, kattalardan biri edi. Kattalardan biri edi. Tushunarli. Xo'p, o'zingiz trading orqali oyiga realniy qancha pul topasiz? Aytdim-ku. Aytmadingizmi? Aytdim, 15% topaman dedim. 15% bir anaqada ayting. 15% deganda nimani? 15% qanchadan 15%? Realniy menimcha summadan menimcha summagacha deb aniq sonlar bilan ayting. Shu 15% deydigan bo'lsa, keling 50 ming yuqori. Aniq 50 mingdan yuqori bir oydagi daromadingiz. Bolalar ko'pchiligi bir kunga 50 ming, 30 ming ko'rsatadi, unaqalar nereal. Men uchun katta shotlarda 50 ming bir oyda topadigan bo'lsam, ular bir kun ko'rishadi. Men o'ylayman, unaqangi darajadagi treyderlar bizda yo'q. Menimcha ular bir oyda topadigan pulni bir kunda topib qo'yishsa kerakdir-da. O'zicha, qovus ichida. Shunaqa. Keyingi savol. Hozirgi kunda ko'ryapmiz, ayol treyderlar ham уже ko'payyapti. Ayollar ham qiziqyapti trade sohasiga. Misol uchun shaxsan men o'zim ham hozir siz bilan bo'lgan suhbatdan keyin bu sohaga qiziqishim ortdi. Ayollar ham o'rgansa bo'ladimi? Tavsiya qilasizmi ayollarga? Albatta, naborot men aytdim sizga, bu sohada psixologiya va nafsni kontrol qila olmaydi. Ko'pchilik dedim, 90-95%. Ayollar emotsionalliroq bo'lishadi-ku, naborot. Lekin ana shu pulga kelgan vaqtida aynan to'g'ri, hayotda emotsional, lekin pulga kelgan vaqtda psixologiyasini, nafsini kontrol qilib biladi. Ya'ni ayollar omadliroq bo'ladi, chem erkaklarga nisbatan mana bu sohada. Yo'q. O'rgansa bo'ladi, bemalol. O'zimiz ayol shogirdlarimiz ham, qiz shogirdlarimiz ham bo'lgan. Bor. Hozir ham stabilni ishlab kelishyapti. Hozirgi kunda onlayn o'rgansa ham bo'ladimi? Onlayn o'rganib turib, real daromadga chiqish iloji bormi? Ko'pchilikda xato fikr mana shu. Men borib offlayn o'rganishim kerak. Offlayn kelsa ham biz shu kompyuterdan ko'rsatib beramiz. Aslida sohani o'zi onlayn. Mana o'zim onlayn o'rganganman. Onlayn video darsliklar orqali, master klasslar orqali bemalol sohani o'rgansa bo'ladi. Ko'pchilikda lekin shu xato fikr bor. Offlayn borsam yaxshiroq. Yo'q, soha onlayn. Qanaqadir randalash yoki nimadir sartaroshlik emas-ku, offlayn kelib o'rgansa. Menimcha offlayn deganda yuzma-yuz ko'rishi, babi odam ko'z-ko'zni ko'rganda qanaqadir ishonch ortadi-yu, o'shani ko'rish xohlash. Bunisi ham bor, lekin qaysidir bitta ustozni ko'rdingiz, to'g'rimi? O'sha ustozni o'rganmoqchisiz, o'shanga offlayn borib o'rganish kerak degani emas. Offlaynda ham kompyuterdan nimani ko'rsa, analiz qilishlarni, bozorni ko'rsa, onlaynda ham xuddi shunaqa zaps qilingan o'shani ko'rsatadi, bo'ldi. Xo'p, trade'ni kimdan o'rganish kerak? Sizningcha?
Tradingni mana shu sohadan hali hamon yillar, oylar, hatto minimum 6 oy, 1 yil, 2 yillik mana shu sohadan non topib kelayotgan insondan o'rganish kerak. O'zi shu sohadan non topdimi, sizga ham non topishni o'rgatadi. Ya'ni o'sha 1 yillik, 6 oylik, 2 yillik statistika natijalarini, portfellarini borib ko'rsangiz, haqiqatdan ham bo'lsa, keyin o'rgansangiz bo'ladi. Siz o'zingizni tavsiya qila olasizmi? Mandan o'rgansa bo'ladi deb bemalol уверенно ayta olasizmi? Man vaqt ajrataman, vaqtlarimga qarab boshqa bizneslarimga yo'q, mana shu qachon bo'sh vaqtim bo'lsa, o'shanda bo'sh vaqtimda shogirdlik dasturlarini ochib turaman. O'shanda man nima beraman? Shogirdlarga mana shu sohada tajribamni birinchi navbatda beraman. Bilimni. Hozir qaysi strategiyalar ishlab beryapti, qanaqa shu sohadan daromad topsa bo'ladi, o'sha narsalarni o'rgatib beraman. Man по факту ko'rsatib beraman. Основной daromadim mana tradingdan. Tushundingizmi? Man bilim bermayman, vaqt ajrataman, o'shanga nisbatan sizlar to'lov qilasiz. Lekin maqsad mana kursdan soqqa emas. Mana asosiy urg'um bu yoqqa. Chunki har kun live trade qilaman, signal beraman, live savdolar qilaman, o'shanga vaqt ajrataman. Xo'p, oxirgi yana gapimiz, obunachilarga nima deya olasiz? Qanaqa maslahatlar bera olasiz? Bo'lajak treyderlarga nima deya olasiz? Xo'p, obunachilarimga nimani maslahat berishim mumkin? Juda ko'pchilik hozir universitetda o'qishadi yokida o'qishgandan keyin yaxshi ish topolmaydi yokida o'qishga kira olmasa, chetga chiqib Rossiyaga stroykada yoki taksichilik qilib ishlashyapti, dastavkada. Zamonaviy kasblar juda ham ko'p. Internetni qidiring, zamonaviy kasblar SMM bo'ladimi, target holdinglikmi, e-commercelikmi, tradingmi, boshqami, eng kuchli, eng yaxshi zamonaviy kasblarni o'rganishni maslahat beraman. O'rganishda pulungiz yo'qmi? Internetdan o'rgansangiz bo'ladi. Pulingiz bormi? Ustozdan o'rganing, ustozni natijasini ko'ring. O'sha ustozingiz sizni o'sha sohadan haqiqatdan ham natija qilganmi, yo'qmi? O'sha sohadan har oy stabilniy daromad topadimi, yo'qmi? O'shanga qarab ustoz tanlanglar. Zamonaviy kasblarni o'rganinglar. O'sha zamonaviy kasblar orqali bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Va hech qachon bir kishini qo'lida ishlab, bir kishini boy qilish uchun ishlamang, faqatgina o'zingizni boy qilish uchun ishlang. Ahmed aka, bugungi savollarimiz ham почти nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ishlaringizga yana ham rivoj tilaymiz, omad tilaymiz. Yana keyingi intervyularda sizni kutib qolamiz. Xudo xolasa, rahmat. O'rtoqlar, mana intervyuni ham yakunlab oldik. Menimcha sizlarni qiziqtirgan hamma savolga javob olishga maksimal harakat qildim, javob olib berdim deb o'ylayman. Yana ham sizni qanaqadir savollar qiziqtirgan bo'lsa, qolib ketgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Keyingi safar yana ham boshqacharoq, noodatiyroq intervyu qilamiz. Xudo xolasa. Keyingi intervyu Ahmed akani o'zlari bilan emas, bizneslari bilan bo'ladi. Xudo xolasa, kutinglar.